حتى أذكر أنا Bir odam bilan katta ulamolar haqida suhbatlashib qoldik. Xususan Shayx ibn Boz, Shayx ibn Usaymin, Shayx ibn Dovud va Shayx ibn G'udayyon kabi ulamolarni esladik. Ularning aksariyati vafot etgan. Alloh rahmatiga olsin. Xullas suhbatdoshim ularni saroy ulamolari deb aytdi. Men unga bu fikringizga aslo qo'shilmayman dedim. Saroy ulamolari degani nima o'zi? Hukmdorning xohishiga moslab fatvo chiqarib beradiganlarni saroy ulamolari deyshadi. Ahli ilmlarimiz ulamolar 3 xil bo'lishini aytishgan. Saroy ulamosi, xalq ulamosi, din ulamosi. Demak, birinchisi saroy ulamosi. Saroy ulamosi hukmdor nimani xohlasa, shunga moslab fatvo chiqarib beradi. Ya'ni saroy ulamosi deganda amir, prezident yoki podshohning ko'ngli nimani tusasa, shunga mos fatvo chiqarib beruvchi kishi nazarda tutiladi. Ikkinchisi xalq ulamosi. Xalq ulamosi odamlarga yoqadigan fatvoni aytadi. Odamlarga qanday mufti yoqadi? Albatta, ularning nafsiga yoqadigan fatvo beruvchi mufti yoqadi. Bunday ulamo uchun odamlarning maqtovi muhim. Ya'ni u odamlarning muhabbatini qozonsa bas, dindagi hamma narsani yengillashtirib beraveradi. Demak, xalq ulamosi odamlar uni maqtashlarini, ko'kka ko'tarishlarini xohlaydi. Uchinchisi din ulamosi. Din ulamosi Alloh va Rasulining so'zini, shariatning hukmini aytadi. O'sha suhbatdoshimga aytdim. Siz shu katta ulamolarimizni saroy ulamolari deyapsizmi desam, ha dedi. Shunda men unda bitta fatvo keltiringchi dedim. O'sha ulamolarning shariatga zid keluvchi, lekin hokimlarga yoqadigan bittagina fatvosini keltiringchi desam, unday fatvolar ko'p deydi. Xo'p, bittasini ayting desam, dalil keltira olmay ketib qoldi. Ya'ni bunday gaplar quruq da'vodan boshqa narsa emas. Bu shunchaki bo'xton xolos. Xullas ulamolarni bu saroy ulamosi yoki hayz va nifos ulamosi kabi nomlar bilan ayblab tuhmat qilish joiz emas.